Hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'i orqali kuzatib boradigan hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyati Jalaquduq tumani Paxtakor mavqeyiga kelganmiz. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamiz xonadonligiga kelganmiz. Bu yerga oldin ham kelgandik. Shu bizga zakaz bergan akani jiyannikini olib kelib bergandik. Mana endi o'rtog'inikini olib kelib o'rnatib ketyapti, xudo xolisa. Xo'p, razmerlar bilan tanishtirib o'tay boshidan. 1.30 ga balandligi 1.65. Xuddi shu holatda 6 ta bir xilda romimiz bor. Zolotoy dub, alyumin Aldox 1 akfa profilida. Ayniklari 2 qavat, 1 qavat yo'diy, 1 qavati oddiy, fasonlari 3 ta ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladi, tepasiga bitta ko'ndalang framuga deymiz. Shu holatda berilgan. Padagoniga 45 ga qo'yilgan, ko'rsam mumkin. Zolotoy dub o'zining rangida, ikki tomoniga 5 dan, oldiga 7 sm dan kilintimizni talabiga binoan chiqarib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Hozir oxirgi romimizni aynagini solish jarayonida. Biz keyingi xonalarda bir qator ko'rsatib beramiz. Uyimizning ichki tomonida ham xuddi mana shunaqa bir xilda, fasonlari ham, razmerlari ham bir xilda, ikkita rom o'rnatilgan. Tashqari tomonga 4 ta. Bu keyingi xonamiz. Bu xonamizda ikkita bir xilda rom bor. Fasonlar hammasiniki bir xil, 3 tadan ko'zlik, o'rtadan bittasi ochiladigan bo'lgan, tagida 45 lik padagonlik, 2 qavat aynak, orqa yo'q holatda bo'lgan. Ochilib yopilishlarni bir qator ko'rsatib beraman. Rezinkalari SPS 5107 bosma rezinkadan foydalanganmiz. Yana ham shovqinni kamaytirib beradi. Ruchka zamoglarimiz, delfin ruchkalarimizgacha graf firmasiga tegishli tijlarimiz Makko ko'rsatib mumkin. Yopilishi cho'tka holatda ochilib yopiladi. Xudo xolisa behijolat. Bu klientimizga ham mumkin muddat aytgandik, faqat muddatidan ancha kech qoldik. Adashmasam 3 kun yo 4 kun aytilgan muddatdan kechroq keldik. Sababi padagonning razmeri o'zgardi. Utiplit, ya'ni gipsokarton qilinadigan bo'lgan ekan. Shuning uchun padagonida odatda 35 lik o'lchagandik, 40 keyin 45 ga o'zgartirildi. Oldin 40 ga, keyin 45 ga o'zgartirildi. Shu 45 lik padagonligimizni kutib jinday muddati cho'zilib ketib qoldi. Hozir tashqaridan ham ko'rinishini bir qator ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilarimiz, bu uyimizning tashqaridan ko'rinishi. Tashqariga bir xilda liniyada 4 ta bir xilda rom qo'yib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Tashqaridan juda ham bir boshqacha fasod beradi ko'rinishi. Fasonlari ham klassik uslubda, ya'ni high-tech uslubi. Обычный fason tanlashdi shu holatda. Klientimizning talabiga binoan bir xilda fasonlar qilib, bir xilda razmerda yasab olib berdik. Romlarimiz razmeri har xil edi. Biz aka bilan kelishgan holatda razmerni bir xilga o'zgartirdik. Shuning uchun tagidan bir g'ish chiqarib yubordik. Ko'rishlar mumkin. Va xolisa liniyalari ham, ligirovkalari ham hamma yo'g'i cho'tka holatda bo'ldi. Qubbokfa bilan qoling, Qubbokfa doimaslar bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.